tezroq. Voy, to'xta. Ha? Mashinani kaliti yo'q. Qayerga qo'yuvdingiz? Katta xolamnikida qolib ketibdi, Ros. Balandga boramizmi? Inakka borasan. Uyda qolib topib chiq. Mol. Boraylikmi? Tire. Charos shu Bakavoyni Mamitlarga qo'ysammi deyapman-da. Chunki sen uni to'sib turibsan-da. Qoch, mol, uraman hozir. Mana marhamat. Beparosat, mol. Tinchlikmi, kim? O'zingiz bilan so'kyapsiz. Ovqat olib kelib, qo'shib olib kelmabdi. U sizni qarindoshingiz. Nimaga? Farosatlar o'xshashligini qarang. Bizda unaqa qarindosh yo'q. To'g'ri. Sizlar yagona befarosatsizlar. Mana aytdim-ku, yagona befarosatsizlar. O'ziga kvartirani pul to'lash kerak. Vaqti keldi. Kvartira yo'q. Xonsaroy afsonasi loyihasidan oyiga 4 million so'mdan to'lashga xonadon olib qo'ydim. Nima qilamiz uni? G'ishtlarni bittalab olib sotamiz, Charos. Ikki kvartirani qo'yib qo'yamiz-da, u kvartirani bergan pulni o'zimiz kvartiraga to'laymiz, Charos. Menga zo'r ishlaydi, bo'sika. Yashaymiz, mol. Zo'rmi? Ketdi. Ha, yur. Hali bitgan yo'q, endi boshlandi loyiha.